Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar. Qo'y chorva ishqibozlari mana bunday elita qo'chqorni gigant bo'lib ketadigan variantini ishqibozlar akalar. Bugungi videoni o'tkazib bermasdan, erinmasdan oxirigacha ko'rib turaverasizlar. Videoni boshida bittadan like tirs bosib, kanalda mehmonlar obuna bo'lib turaverasizlar. Xudo xolasa qo'ylarni elitalardan kelgan. Xudo xolasa ikki partiya qo'chqorlarni zo'rlardan kelgan videoni o'tkazib bermasdan oxirigacha ko'rib turaverasizlar. Bugungi sanarimiz 11-aprel haftaning shanba kuni. Hammamizga qutli muboraklik kelsin deb videolarimizni boshladik. Akalar, birinchi partiyamizga soni 6 dona kashtan variantidan, o'ta ham elitalardan, go'zallardan qo'shqorlar, haqiqiy zo'rlardan, tikka ayri dumbalaridan, yemga tayyor variantdan, yungi tayyor olingandan, bez rasxotidan xudo xolasa olib boqing. Tayyordan zotga ham, go'shtga ham keladigan variantlardan. Jonivorlar, xudo xolasa go'shtga ham, zotga ham bo'ladigan variantidan. O'tda ham noyoblarda akalar, chiroyli yemini yeb turgan variantidan xudo xolasa uylaringga olib borib boqsalaring tayyor. Yemni dirsillatib beraverasizlar. Dumbalarni qarang, jonivorlar mana. Haqiqiy go'zallaridan jonivorlar, yuzlari ham o'ta tiniq, ideal holatda deydi, shunaqalardan. Haqiqiy yaltillab, dirsillab turgan, badallari ham o'ta ham semiz jonivorlar. Xudo xolasa qurbonlikkacha boqing, tayyor bo'ladigan variantidan. Xudo xolasa akalar, bular bo'ylarini 80 ga o'rasizlar. 80 kilo uradi, 80 uradi. Xudo xolasa qo'chqorlar o'ta ham go'zal, bo'yboshlari ham o'ta kelishgan jonivorlar. Yosh oyligi bir 8 oylik atrofida, hali qo'zi tish yorgani yo'q ichida. Xudo xolasa qo'ylar dumbalari ham o'ta kelishgan, tikka ayri dumbadan. Bir hattamda osilgan solfsi yo'q qo'ylar ichida. Xudo xolasa ostolaring barakada bo'ladigan narsalar. Narxlari ham haqiqiy o'sha kambag'alni boy qilaman degan variantlardan. O'ta noyoblardan, ozgina olib qo'ying, boqing. Xudo xolasa o'ta ham puli yengil variantlardan, narxi arzon xaridor deydi, shunaqa variantlardan qo'y. Karbonosiga bitta alohida baho berib qo'yamiz. Dumbalar, razrezlarga bitta alohida baho berib qo'yamiz. Jonivorlar, mashalloh, hoji aka, mana sizga ilindim. Oling, boqing, bir joyda bir qo'rasini mana. Mana garbonoslarni qarang. Qo'ylarda pashti quloqlari ham butun, hammasini jonivorlardi. Yurishlariga bir ahamiyat berib qo'yamiz. Qo'ylarimiz ozgina sho'xlik qilyapti. Qo'radan ko'chaga chiqmagan qo'ylar, bir 3-4 oy oldin olib yemda turgan qo'ylar, kelganida kichkina bir 70 atrofida bo'ylari shunaqa qo'ylar edi. Xudo xolasa narxlari ham vobshe yengil. Akalar, bu videoni qisqa qilib tars narxini kutib turgan bo'lsangiz, narxiga o'taylik. Har qancha maqtagan bilan qo'y o'zgarib qolmaydi, narxi xudo xolasa ham ish narxida. O'z son 6 dona ozgina hammasini bir joyga olaman degan odamga bir tortarga 4.500.000 so'mdan ketaveradi. Dastak bilan Toshkentgacha O'zbekiston bo'ylab bak kelishilgan holatda gala ekrandagi nomerlarga 24 soat aloqa chiqib telefon qilaverasizlar. Nomerlar 24 soat ishlaydi. Telegram, Instagram, WhatsApp hamma yo'q bor. Yo'qsalaring alohida bo'ylarini o'lchab, tishlarini ko'rsatib video qilib tashlab beraveramiz. Akalar, biz keyingi partiya o'tkazamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turing, hoji aka. Sizga bugun qo'ylarda o'ta ham lyubiter zo'rlardan olib kelib qo'yganman. Qadrli obunachilar, ikkinchi partiyamizga soni 3 dona o'ta ham noyoblardan, go'zallardan kelib qoldi-yu jonivorlar. Shaytiga like deb bitta tirs bosing, xudo xolasa bularning narxi o'ta ham yengil. Barradan chiqqan yem hashakni dirsillat yeb turgan variantidan barraning narxida. Uchalovi ham qo'chqor. Mana bu qo'chqor nima deyapti? Mashalloh, hoji aka qo'chqorni qarang. Garbonoslari o'ta kevargan. Buni dumba razrezlarini qarang, jonivordi. O'ta ham bo'lakchalardan kelib qoldi-yu. Xudo xolasa like deb bosib turaversangiz, kommentariyada kamida bitta olovchani tashab qo'ying. Kanalda yangilar obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kanal yangi, kanalda rivoj uchun arzon qo'ylarni olib kelib qo'yib beryapti. Xudo xolasa kanalda oxirigacha kuzatib tursalaring, xudo xolasa shunaqa qo'ylardan chiqarishda umuman to'xtamaymiz. Xalq xizmatdamiz, xudo xolasa akalar. Soni 3 dona bu yerda. Bo'ylari 70 atrofida. 70 ga olarasizlar, xudo xolasa 70 elaveradi. Qo'ylarimiz o'ta ham yarichkalardan, go'zallardan, tikka ayri dumbalaridan, jonivorlar. Yemoq-chimoq akalar, bir hafta sinab olarasizlar uylaringga borganda, o'ta ham go'zallardan. Yosh oyligi bir 6 oylik atrofida qo'zi hali baradan chiqqan, lekin sutga to'ygan, yem hashakda dirsillab yem turgan variantda mana. Ko'rib turganlaringdek dumba tomonidan tullash boshlagan. Jonivorlar. O'ta ham go'zal variantlardan.
Lekin mana bu sariqni ishqibozi ham bir bo'ladi, boshqacha bo'ladi, xudo xolasa. Shu sariq shu safarga bugunga bonus olib ketadi, xudo xolasa. 3 tasini bir yerga olsangiz, sariqda hozir trendda deydi, lekin bizda trendda emas. Kanalda hamma qo'y bir xil, narxi bir xil, o'zgarmaydi. Mana jonivorlar, o'ta ham noyoblarda akalar, o'ta go'zallarida. Like bosib, kommentariyani portlatib turaverasizlar, xudo xolasa. Obuna bo'lib qo'yishingizdan tushmasin. Uchalovini bir joyga oling, 4 million so'mdan ketaveradi akalar. 4 million so'mdan uchovini bir joyga olaman degan akalarimizga dastlabkilarni Toshkentgacha qilib beraveramiz. Bu jonivorni qarang, turishga. O'ta ham seryozniylardan akalar. Like tirs bosing, videoni shu yerda to'xtatamiz akalar. 4 million so'mdan so'nggi partiyamizni chiqardik. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsalaring, videoni yangi ko'ryapti turganlar obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa o'ta zo'rlardan yana ko'rishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.